Assalomu alaykum, hurmatli opa-singillar. Salomatmisiz? Bugun biz sizlar bilan juda ham mazali, oson tayyor bo'ladigan sochniki tayyorlaymiz. Demak, xamir tayyorlashni boshladik. Ishlatgan mahsulotlarimni har doimgidek opisaniyada yozib qoldiraman. Bemalol videoni ko'rib bo'lganingizdan keyin ko'rsangiz bo'ladi. Demak, idishimizga ilangan un solamiz va nomiga tuz solamiz. Ishlatgan margarinimiz xona haroratida yumshab turgan bo'lishi kerak bo'ladi. Endi bu margarin solganimizdan keyin juda ham tez uqalab olishimiz kerak bo'ladi. Tayyorlagan xamirimiz qo'limizda xuddi shunaqa bo'lib, qumdek sochilib ketadigan bo'lsa, demak xamirimiz o'z me'yoriga yetgan bo'ladi. Endi buni o'rtasini ochamiz-da. Endi xamirimizni o'rtasini ochib olganimizdan keyin smetanamizni solamiz. Qaranglar, agar uylarda smetana bo'lmaydigan bo'lsa, qaymoq bor bo'lsa, qaymoq qattiq bor bo'lsa, shundan ham o'zimiz smetana tayyorlasak bo'ladi. Ya'ni qaymoq bilan qattig'i aralashtirsak bo'ldi. O'zimiz tayyorlagan, ya'ni uy sharoitida tayyor bo'lgan smetana hosil bo'ladi. Faqatgina qaymog'i ko'proq, qattig'i ozgina kamroq bo'lishi kerak. Xo'sh, endi ishimizga qaytadigan bo'lsak, smetanamizni solganimizdan keyin xona haroratida turgan tuxum solamiz. Aralashtirib, uni ketidan asta-sekinlikda shakarni ham solishimiz kerak bo'ladi. Shakarni birdaniga sovormaymiz. Shakar solganimizdan keyin endi xamir qorishni boshladik. Xamirimizni qancha tez zuvla holatiga kelib olsak, shuncha yaxshi bo'ladi. Bu pishirig'imizni yumshoqqina bo'lib chiqishiga sababchi bo'ladi. Mana xamirimiz tayyorgina bo'ldi. Xamirimiz qo'lga yopishmaydigan, ammo lekin yumshoqqina xamir bo'ladi. Mana xamirimizni endi hamma joyini yaxshilab o'raymizda, xolodilnikka 20 minutga qo'yib qo'yamiz. Ko'pchilik kommentariyada yozib so'rashdi, qanaqa margarin ishlatasiz deb. Men asosan Shedra Elitani 82%lisini ishlataman. Endi ichiga soladigan nachinkamizni tayyorlashni boshlaymiz. Ishlatadigan tvorogimiz quruq bo'lishi kerak bo'ladi. Idishimizga tvorog solganimizdan keyin 150 gram shakar solamiz. Xohishga ko'ra 150 gram, 200 gram solsak ham bo'ladi. Yoki bo'lmasa undan ham kamroq solamiz. Endi shakar bilan tvorog bir-biri bilan yaxshilab aralashib ketguncha aralashtirib olamiz. Uni ketidan 2 choy qoshiqda jo'xori kraxmal qo'shamiz, 1 choy qoshiqda vanilin qo'shamiz. Bularni ham yaxshilab aralashtirib olishimiz kerak. Ha aytgancha, tuxum oqini ham qo'shamiz. Tuxum oqini qo'shganimizdan keyin endi biz shunaqa blenderdan o'tkazib olishimiz kerak bo'ladi. Bir tekis chiroyli tvorojniy massa hosil bo'ldi. Endi bu nachinkamizni bir chekkaga olib qo'ysak ham bo'ladi. Endi stolimizga un sepamiz va xamirimizni asta-sekinlikda yoyishni boshlaymiz. Xamirimizni o'rtacha qalinlikda yoyib olamiz. Stolimizga bemalol un sepib, xamirimizni yoysak ham bo'ladi. Ya'ni bir xil xamirlar unni yaxshi ko'rmasa, yana bir xil xamirlarga un ozgincha ko'proq sepsak ham ziyon qilmaydi. Mana xamirimizni asta-sekinlikda yoyganimizdan keyin dumaloq formada kesib chiqishimiz kerak bo'ladi. Agar bunaqa formichkasi bo'lmasa, oddiy kosada ham kesib chiqsak bo'ladi. Xamirlarimizni kesib oldik. Endi bu dumaloqqina qilib kesilgan xamirlarimizni bir chekkaga olib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Undan oldin bu xamirni qo'yadigan joyini nomiga unlab qo'yishimiz kerak. Ortgan xamirlarimizni zuvla holatiga keltirib olamizda, yana shu dumaloq formichkada kesib olishda davom ettiramiz. Xamirlarimizni kesib oldik. Endi tayyorlab qo'ygan tvorojniy nachinkamizni solishni boshlaymiz. Xamirlarimizni kesib olganimizdan keyin endi bularning ichiga tvorojniy nachinkani solishni boshlaymiz. Men yarim osh qoshiqdan har bittasini ichiga solib chiqdim. Agar kichkina qoshiq ishlatadigan bo'lsangiz, kichkina qoshiqda 1,5 choy qoshiq nachinka solingan bo'ladi. Nachinkalarimiz solinganidan keyin endi bir chekkadan asta-sekinlikda ikkinchi tarafini yopishtirishni boshlaymiz.
xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib ikkita uchini nomiga bosib qo'yamiz. Xamirimizni ikkinchi tarafini yopib bo'lganimizdan keyin nomiga qo'llarimiz bilan bosib qo'yishimiz kerak. Endi listimizni margarin bilan yog'lab chiqsak ham bo'ladi yoki bo'lmasam agar pishiriq qog'ozingiz bo'lsa, pishiriq qog'oz ham ishlatganingiz yaxshi. Mani o'zimda pishiriq qog'oz qolmagani uchun men margarin surib chiqdim hamma joyga. Endi tuxumni sarig'iga bir osh qoshiqda sut qo'shamiz-da, hamma joyiga surib chiqamiz. Tuxum surib bo'lganimizdan keyin xohishga ko'ra uni ustiga chiroyli qilib bezaklar ham bersak bo'ladi yoki bo'lmasa hech narsa qilmasak ham bo'ladi. O'zi shundoq ham juda ham mazali bo'lib tayyor bo'ladi. Mana sochniki juda ham mazali bo'lib tayyor bo'ldi. Endi buni ozgincha sovutishga qo'yamiz. Shirinligimiz ozgina sovigandan keyin xohishga ko'ra endi buni ustiga saxarli pudrani sepamiz, ya'ni shakar upasini sepib chiqamiz. Hurmatli opa-singillarim, shuning bilan bugungi video retsept o'z nihoyasiga yetdi. Sizlarga manzur bo'ldi degan niyatdaman. Agar videom sizga yoqsa, albatta like bosib, kommentariy ham yozib qoldirishni unutmang. Sizlar bilan kelasi videolarda yana ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.